Assalamu aleyküm bütün dünyadaki Uygurlarım, yaxşımısınızlar? Ben bugün sizlerge hiç kaçan sözlemegen tema, yani ticaret doğrusida söz kılmakçı. Nima üçün ticaret doğrusu söz kılaman? Çünkü dünya tarihida tunji bo'lib shaharlashgan millet Uygur milleti. Dünya tarihida ticaretni bütün xalqlarga yaygan, yani karvanchilikni xalqlarga yaygan millet yanala Uygur milleti. Çünkü hem dünya tarihida tunji bo'lib qog'oz ijod qilganmi Uygur milleti. Demek qog'ozni nima bilan yozamiz qarindoshlar? Qalam bilan yozamiz. Yozish bo'lmasa qog'oz bo'lmaydi. Demek qalamni ijod qilganmi yana shu Uygur milleti. Shuning uchun Uygurlar ticaretde bütün dünyaya ta'sir ko'rsatgan, hem ma'arifga ta'sir ko'rsatgan bir millet bo'lganligi uchun hayotlikning asosiy ticaret ve ma'arif bo'lganligi uchun men sizlarga ticaret to'g'risida söz qilmoqchi. Dünyadaki tunji bo'lib qurilgan shirkat, yani bizning vatanimizda qurilgan shirkat, yani boshqa davlatlarda bo'lgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu yerda xatolashib qolmasligim uchun vatanimizdagi tunji bo'lib qurilgan shirkati Birlik shirkati. Bu Birlik shirkatini vatanimizdagi 6 cho'ng boy shu davrninki Uka Musabay vaqtida qurgan. Bu Birlik shirkatidagilar nima ish qilgan? Ham buni sizlarga qisqa tushundirmoqchi. Uygurlar Birlik şirket kurgan vaqtida Xitoylarniki shirkat degan tushunchasi yo'q qarindoshlar. Aran konu dükkanları, botkinlari var qarindoshlar. Uygurlar bu jihatda tabiiyki Xitoylardan albatta oldida. Yani bu Birlik şirketini kurgan Akuka Musabaylar. Bununki yana bir kishi olsa Mirzoyed Keremninki, yani Qashqarning dangliq yozuvchisi Mirzoyed Keremninki, dadasi Kerem Acım. Yani bizsi Piqirning buvisi Mehmet Şeyh Demullah. Yani Qashqar xalqlik madrasasiniki muddarisi. Hazır degenim, yani Akku Musabay, Piqirning buvisi Mehmet Şeyh Demullah ve Qashqardagi Mirzoyed Keremninki dadasi Kerem Acım. Yani bizsi Qashqardagi, yani Maqsumning do'ngi deb Yangi bozorda bir do'ng var, belki bilishinglar yoki bilmasliginglar mumkin. Ana shu Maqsumning do'ngi degan gap bu, yani Maqsum Acım. 5 kişi, yani bir kişini aniq bilmayman. Shuning uchun bilmagan kishini bu yerda deb qo'yish to'g'ri bo'lmaydi qarindoshlar. Mening yani ismini unutib qolganim, ama unutmaganim shu 5 kishi dedim qarindoshlar. Bu Birlik shirkatidagilarning qiladigan ishi. Birinchi, Qashqardagi birinchi bo'lib qurilgan Noveshi boshlang'ich maktab, ya'ni qizlar maktabi. Bu maktabninki bütün chiqimlarini, kirimlarini Birlik shirkatidan mana shu 6 boy ko'tardi qarindoshlar. İkinci, Qashqar xalqlik madrasasiniki bütün chiqimlari. Üçüncü, Hetka jamininki bütün chiqimlari. Dördüncü, Atışdagi Sultan Stuq Buğraxon, yani jamininki hozirgi u yer hem jami bo'lib, hem Qur'on kursi bo'lib, hem her dushanba kunisi bütün yetim yesirlarga haqsiz tamoq berildigan, hem her kunisi uy yo'q, makan yo'qlarga joy berildigan yer bo'lganligi uchun u yerning bütün chiqimlarini ko'taradigan mana Birlik shirkati buni o'z ustiga olgan qarindoshlar. Va shunga o'xshash biz biladigan, bilmaydigan maktablarningki, hem diniy kurslarningki, hem yetim yesirlarning nurg'un chiqimini ko'targan qarindoshlar. Mana shu 6 kishi Birlik shirkatining qo'rg'uvchisi. Ama bugünkü baylarimizda mana shu Akku Musabaylarga o'xshaydigan, hem shu Birlik shirkatidagi a'zo bo'lgan, mana shu baylarga o'xshaydigan shu ruh bo'lgan bo'lsa edi, bizniki ne diniy ma'rifimiz ko'milib qolatdi, ne fanniy ma'rifimiz ko'milib qolatdi, ne vatanimiz tajovuzchi Xitoylarning qo'lida ishg'ol bo'lgan bo'lardi. Shuning uchun bugünkü baylarimizmi mana shunday birlashib turib ish qilgan vaqtida bütün dunyoda ta'sir qo'zg'ay oladi. Ben özüm 7 yaşdan tatip bir yandan okup bir yandan ticaret qilgan. Hem özümü bir ticaret şehri bo'lgan, aç tug'ilgan bir avlod bo'lish suhbatim bilan sizlarga bu ticaret to'g'risida gap qo'yishni to'g'ri topdim. Chunki ticaret inson hayotidagi eng muhim narsa qarindoshlar. Ticaret bilmay turib, ticaret taraqqiy qilmay turib, davlat taraqqiy qilmaydi, millat taraqqiy qilmaydi. Buni demasam-mu hammanglar bilishinglar mumkin. Suyumlu qarindoshlarimiz, imkon bor. Mayli bizniki ba'zi kasblarimiz olsun, hünarlarimiz olsun. Ma'lum bir davlat organlarida ishlaylik, imkon bor, kuchimiz yetsa bir yandan ham tijoratimiz olsun. Chunki payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamninki men sizlarga kasblarning eng yaxshisini deb beraymi deb, kasblarning eng yaxshisi halol tijorat degan qarindoshlar. Shuning uchun tijoratda barakatning borligi, haloldan to'g'ri qilsak,
Allah Teala oylamğa yerden rızıklarını berdiganlığı, bu ticaretni qilib baqqan, bu halal ticaretning neni yap baqqan, hem zakat verip zakatning huzurini tetib baqqan her bir ticaretçi bunu biladi deb o'ylayman qarindoshlar. Shuning uchun ticaret qilishga bütün qarindoshlarimizni tashviq qilaman. Chunki ticaret bilan kuchlarimiz biz kuchli ko'rgan vaqtida andin tajovuzchi Xitoyni dunyoda gumron qila olamiz. Zalim tajovuzchi Xitoylar vatanimizning bütün boyliqlarini elib oldi. Vatanimizni ishg'ol qildi. Bütün yer boyliqlarini elib dunyodagi eng chong tijorat bozoriga, eng boyga aylandi. Zalim tajovuzchi Xitoylar boy bo'lgandan keyin, iqtisodiy jihatdan kuchlangandan keyin musulmon demay, hatto biz bilan ayni millatdan bo'lgan, boshqa millatdan bo'lgan bütün nurg'un davlatlarning mediasini, xalqini, hatto reyestrarini setib olib, bizning uchun bütün xalqarodagi davosimizni tizginlayapti qarindoshlar. Olqon ichiga elayotir. Bizni qimirlayanmasga qo'yayotir. Mujohidlarimizmi 20 yildan ben mujohidga bilan Xitoyga qarshi bir poy oqatanmayapti. Chunki shu pullar orqali Xitoy ma'lum insonlarni setib olib, ularning oldida to'sayotir. Nurg'un siyosatchilarimizni setib olib, siyosatchilarni vatanga amaliy ish qilishdan to'sayotir. Ham oralarimizga, ichimizga shu pul bilan munofiq selayotir. Amma biz ticaretli güçlenip, iqtisadi jihatdan boy bo'lib, siyosiy da'vochilarimiz, diniy olimlarimiz hem misaliki xalqimiz boy bo'lgan vaqtgacha pulga setildigan xoin topqili bo'lmaydi qarindoshlar. Tabii ki yana bir yerdan chiqishi mumkin, ammo az bo'ladi. Iqtisodninki hayotimizdan, o'zimizning shaxsiyatining g'amida bo'lib, vatanni unutib qoladigan ish aslo bo'lmaydi. Bugun xalqaroda iqtisodiy besim tufayli nurg'unlagan vatanparvar, dinparvar, millatparvar insonlarimiz da'vo qilinmayotdi. Chunki o'zining turmushi, ayolim, bolam, oilam, kira, ijara deb o'zininki dunyoga o'chib ketib boradi. Shuning uchun iqtisodiy jihatdan kuchli bir qanchaki kuchlanganlarimiz, ojizlarimizni yo'lash orqali ana shu birlik shirkatidek o'zimizning ma'rifiga, diniga, vataniga, mustaqilligiga to'kib ketishimiz kerak qarindoshlar. Shu sababdan tijoratga intayin keng darajada ko'ngil berishimiz kerak. Ham buni birlikda qilishimiz kerak. Suyumli qarindoshlarimiz, yaqinda Turkiyaga Xitoyninki tashqi ishlar bakoni Wang Yi ziyorat keldi. Ammo Xitoy ziyorat kelishdan 3 kun burun Xitoyninki eng kuchli ish odamlaridan, ya'ni boylardan 300 odam Xitoyga kelib bir kişilik o'tkazdi. Ya'ni bir to'plantı o'tkazdi. Buni nurg'unlagan insonlar qaytildi. 300 dana Xitoyning ish odami Turkiyaga nurg'unlagan iqtisodiy yatırım qildiganligi, nurg'un tijorat qildiganligi, ham Turkiyani qozondirdiganligi, ham o'zining qozondiganligini dedi. Shuning bilan Turkiya avval ular bilan kurashdi. Demek Xitoy o'z kelishdan burun boylarini, iqtisod egallarini yebatdi. Keyin Xitoyning Wang Yi keldi, uni shunday yaxshi qarash oldi. Nima degan vaqtida tajovuzchi mehnat Xitoylar mana shu iqtisodiy va boylar birlish orqali birinchidan davlatining taraqqiyoti kuch qatgan bo'lsa, ikkinchidan o'zining liderini qo'llagan bo'lsa, uchinchidan cho'rgan vaqt Turkiya o'zining kuchini ko'rsatyapti. Balki buni dunyoning hamma yerida qilyapti qarindoshlar. Asli bu biz Uyg'ur musulmonlar qilish tegishli kishidir. Bizden mi baylarımız birleşip, yani mana bu birlik şirketini tarixte ecdatlarımız kurgandek, biz şu birlik şirketi degan nam bilen birlik bilen hareket kılışımız gerekti. Üzümüzdeki reisler hem liderler bilen birlikte dünyanın nereye varsak yatırım kılıp iqtisadımızı sarf qilgan bo'lsak, biz dünyaya Uygurlarning kuchini göstergen bo'lardik. Hozir dünyada nurg'unlagan Uygur baylar var. Hatta xalqarada darajaga sanalgandek Uygur baylar var. Ammo hammasi ayrim harakat qiladi. Biz Dubayda, biz O'rta Osiyoda, biz Amerikada, biz Angliyada, biz yana bir yerda. Biz o'zimiz ayrim yerda yashasakmi, ammo iqtisodimiz bir yerda harakat qilgan bo'lsa, yoki deyli Turkiyaga, yoki bo'lmasa Amerika, yoki Yevropa bir davlatga muhim bir yerga mablag' selib, shu davlat kuchimizni ko'rsatgan bo'lsak, xalqimizga 100 yevro qo'ygan bo'ladi, ham da'vo qilayotgan liderlarimizga 100 yevro qo'ygan bo'ladi, ham o'zimizniki shu davlatda so'zimiz o'tgan bo'ladi. Biz shu davlatga o'zimizning gapini qila olgan bo'ladi. Biz xalqsak iqtisodimiz bilan chet elda bir Uyg'urlarning davlatini qurolmasakmi, shaharni qurgan bo'lardik. Uyg'urlarning hammani bir yerga to'play olgan bo'lardik. O'zimizning shu yerda milliy qo'l hunarvanchiligini, o'zimizning tijoratini, o'zimizning madaniyatini taraqqiy qildira olgan bo'lardik. O'zimizning o'quvchilarimizni yaxshi tarbiyalagan bo'lardik. Ham vatanimizning mustaqillik uchun balki harbiy gazarmalarni ochib, o'zimizning avlodlarini qurol etishni bilalaydigan, xuddi vatanimizda Sharq Turkiston milliy armiyasi bo'lgandek, Uyg'ur davlatining armiyasi bo'lgandek armiyalarimizni qura olgan bo'lardik. Pulimiz bo'lsa biz buni qila olaydik. Vatanimizning mustaqillik uchun baylarimiz birlik kuch chiqargan bo'lsak, davlatni qurish biz uchun intayin qulay bo'lgan bo'lardi. Ammo ana shu nejiz iqtisodning yetishmasligi, o'zimiz hamma narsaning o'zimizga yuklanib qolganligi tufayli biz buni bugungacha qiladigan shunday orzuimiz bo'lsa-mu, qilolmadik.
Shuning uchun bütün dünyadaki ticaretçiler, iqtisodiy bağlar birlik harakat qilishimiz kerak. Birlashishimiz kerak. Endi biz tajovuzchi Xitoydan ustun bo'la olamiz, ham vatanimizdagi bu mustaqillik davosida ufq qazana olamiz, vatanimizning qarindoshlarni bu zulmdan qutqiza olamiz qarindoshlar. Ticaret qilgan vaqtida asos jihatdan men buniki o'zimniki 30 necha yillik o'zimniki qarindoshlar tadqiqotini 30 necha yillik xulosamni sizlarga deyman qarindoshlar. Tajribamni deyman qarindoshlar. Men ticaret qilish jarayonida shuni his qilib yetdimki, ticaret birlik bilan bo'lgan vaqtida intayin cho'ng ishlarni qilib bo'ldi ekan. Eng oddiysi iqtisodimiz birga kelgan vaqtida. Misal ma'lum bir insonning iqtisodi bor, ammo lekin ticaret qilishni bilmaydi. Balki ota-onasidan miros qolgan pul bo'lishi mumkin. Balki ma'lum bir ishlar bilan qozonib qolgan bo'lishi mumkin. Balki ma'lum bir kasb bilan qozonib qolgan bo'lishi mumkin. Misal bugun dunyoda qaraydigan bo'lsak, bir futbol o'ynaydigan bir futbol mayiri dunyoda eng cho'ng boyga aylanadi. Yoki bo'lmasa bir san'atchi, yoki bir danq chiqqan bir naqshchi ma'lum iqtisodga, ya'ni ego'laqlik qarindoshlar. Ammo hayotda tijorat qilib boqmag'achqa shu pulni qanday boshqarishni, ham shu pul bilan qanday taraqqiy qildirishni asla bilmaydi. Shuning uchun bu yerda mayli san'atchisi, mayli dini odami, mayli tijoratchisi, mayli kasbchisi birlashgan vaqtida bu iqtisodni dal joyiga selib, u iqtisodni ko'paytirib oladi, ham millatni, ham davlatni, ham shaxsiyatini kuchlantirgan bo'ladi qarindoshlar. Shuning uchun tijorat qilolmaydigan kishilar ticaret qila oladigan, ticaret utuq qazana oladigan, ham haromdan qo'rqadigan, kishining haqqidan qo'rqadigan kishilarga mablag' selish kerak qarindoshlar. Kichik tijoratchilar, cho'ng tijoratchilarga, cho'ng tijoratchilar, teg'idimi cho'ng tijoratchilarga, butun hammasi birlashib, haqiqiy vatan uchun, mustaqillik uchun harakat qiladigan kishilarga mablag' selish kerak qarindoshlar. Chunki biz uchun eng cho'ng tijorat vatanimizni cho'rganda setib berish qarindoshlar. Ya'ni vatanimizni qutqizish qarindoshlar. Vatanimizdan tajovuz Xitoydan chiqarib o'tib, vatanimizdagi butun zamin boyliqlariga, vatanimizning tuproq boyliqlariga, vatanimizdan yer osti, yer usti boyliqlarimizga ega bo'lish qarindoshlar. Biz vatanimizni olgan vaqtida dunyoning eng kuchli bir millatiga, eng kuchli davlatiga qisqina vaqtda erishadiganligimiz upuchiq oshkor qarindoshlar. Chunki bizning vatanimizning tuproqi, zamin butunligi bugungi dunyoda baydavatgan Dubaydan, Qatardan, Saudiya Arabistondan nechasi cho'ng qarindoshlar. Vatanimizdan chiqayotgan zamin boylig'imizmi Dubaydan ham Qatardan nechasi cho'ng qarindoshlar. Ularning xalqi bugun dunyoda boy bo'lib yashayapti. Ammo biz ulardan nechasi boy bo'lib yashaymiz. Ammo bizning vatanimizning boylig'ini 1 milyard 400 milyonga yaqin tajovuzchi Xitoy sumirib yeyotganlik uchun u Xitoyga chiqqan vaqtida albatta 35 million kishiga bersa boy bo'lgan bilan 1 million kishiga bersa u pul uninga sevonmaydi qarindoshlar. Shuning uchun 1 milyard 400 million Xitoyni beqish bizning majburiyatimiz emas. Bizning majburiyatimiz 35 million xalqimizni boy va bayashat yashatish. O'zining diniy va milliy kulturiga yashatish qarindoshlar. Shuning uchun biz iqtisodni tepib vatanni qutqazgan vaqtimizda shu pul iqtisodimizga butun xalqaro bilan yana nima tijorat so'zlashimiz qila olamiz. Tijorat jihat hamkorlasha olamiz. Hem bütün dünyanın kural yarak setip alayımız. Yüzümüzün evlatlarını hem dini, penni, mağrıpta yaxşı sağlam yetiştire alayımız. Yani din satırıq Allah'a, yani dinimizni, davasını satırıq Allah'a bu davanı asla tatqızıp koymayımız. Biz iqtisadi cihetin güçlü koygan vaqtimizda bütün dünyanın her qanday yani adamları bilen billa masıq urup gaplaşa alayımız qarindoshlar. Hatta her qanday yardım qura setip alayımız, her qanday yardım yasatip alayımız. Tajovuzchi Xitoyga qarshi inşallah amaliy harakatni bir kun bo'lsin burun başlay alayımız. Shuning uchun iqtisodimizda eng ishonchli bo'lgan odamlar birimiz. Masalan, boylik bilan berish albatta bo'lmaydi qarindoshlar. Chunki boylik aql bilan bo'lmaydi qarindoshlar. Men o'zim boy vaqtimda, masalan, shirkatimiz bo'ldi, dukkanlarimiz bo'ldi, restoranlarimiz bo'ldi, necha million pulimiz bo'ldi qarindoshlar. Biz boy vaqtimizni ma'lum vaqtida bizning bir inson bo'lish sifatimiz bilan o'zimiz aqlli o'ylaydigan chaqalarimiz bo'lib qoldi. Xuddi biz aqlli qo'g'ash pul deb batqandek. Biz nima qilsak foyda olganda ekan, nima qilsak to'g'ri chiqqanda ekan, o'zimiz favqulodda aqlli qilsa oldi qarindoshlar. Keyin tajovuzchi Xitoylar bir kunda hamma narsamizni oldi. Meni anglam emas. Chetlarga chiqqan millionlarcha inson iqtisoddan bir kechada ayrildi. Nurg'ulg'an boylar bir kechada kambag'alga aylandi. Ammo ondan keyin Alloh bizga o'ylash fursati berdi. Bu pul tepish aql bilan bo'lmaydiganligini, rizq bilan bo'ldiganligini tunib yetdi qarindoshlar. Alloh taolo xohlagan kishining rizqini keng qildiganligi, xohlagan kishining rizqini tor qildiganligini. Misol aql bilan bo'ldigan bo'lsa, biz vatanimizda tajovuzchilikda hamma narsani chetlarga chiqdik. Nurg'ulg'an boylarimiz bu yerga kelib kambag'alga aylandik. Nima uchun aqlimiz bor ekan, bir yil ichida ya'ni boy bo'lmadik?
Kötürlenmedik. Şu aklımız battı. Tekrar akılla koygandık. Çünkü beşimizden ısık soğuk ötken idi. Akıllı bilen boğan bolsaydı biz ondan netçesi bayolap ketken bolsak boladı. Ama pul tepişten akıl bilen emas, belki kimden akıllı kıldıganlığı. Pul tapkan adam emas, şu pulni joyga ishlatadigan adamning akıllı kıldıganlığını tunab ketdik qarindoshlar. Çünkü akıl olgan vaqtimizda pulni eng to'g'ri yerga ishlatamiz. Ya'ni pulimizning zakatlarini vaqtida, joyida araymiz. Yetimning haqqini yetimga, pulning haqqini pulga beramiz. Özümüzün etrafındaki kembag'allarni, ojizlarni yo'lash orqali texnik kuchli bir boyga aylanamiz. Özümüzün ata-onamizga, ayollarimizga, bolalarimizga haloldan yeygizamiz, kiydiramiz, ichkizamiz. Onu isrof qilmaymiz. Harom yo'llarga, qimoga, zinoga, haroqqa, biyoda ishlarga sarf qilmaymiz. Iqtisodimizni to'g'ri yo'lga ishlatamiz. Şuna bilan deganda shu pulni to'g'ri yo'lga ishlatgan, oxiratda Alloh shu pulning hisobini beradigan, ham dunyoda shu xalqqa buning hisobini beradigan kishi aqlli bo'lgan qarindoshlar. Pul topgan kishi aqlli bo'lmaydi ekan. Shuning uchun pul bergan vaqtimizda har qanday puli va boy bo'lsa ham pul topa oladi, aqlli deb ham unga desmesib qo'ymaydi. U halol haromni bilandi. Allohdan qo'rqamdi. Topgan iqtisodni to'g'ri yo'lga ishlatamdi. U siz bergan iqtisodni sizning haqqingizga o'zingizga beramdi yoki o'zi yeyib olamdi. Bunu o'ylash hammadan muhim qarindoshlar. U qilayotgan iqtisodini yaxshi ish to'g'ri ish qilayotamdi. Yetimga, kambag'alga, ojizga kuyunayotamdi. Vatan uchun, mustaqillik uchun, o'zimizning xalq uchun manfaatini harakat qilayotamdi. Buni o'ylashimiz hammadan muhim qarindoshlar. Çünkü nurg'unlagan kishilar bunun puli va bu ish qila oladi, pul topa oladi deb uning mablag' sep qo'yish orqali chet elda qo'ylab ketgan odamning haddi hisobi yo'q. Bu Uyg'urlarda ham emas, meni Turk bo'lsin, boshqa millatlarda bo'lsin ko'p qarindoshlar. Chunki ularni pul tepayotgan ishi qaraydi. To'xta, bu pulni tepayotdi, nega ishlatyotdi, qanday qilyotdi? Bu mendan pulni ozod tijorat qilsa, uni haromdan qo'rqib, Allohdan qo'rqib mening haqqimni beramdi deganni jiq o'ylayolmaydi. Bu faqat pul topa oladi, mening pulimni ko'paytira oladi, menga ko'p foyda ajrata oladi degandan ham o'ylash orqali xatolashadi. Shuning uchun biz iqtisodimizni bergan vaqtimizda isheshlik odamlarga, eng isheshlik Allohdan qo'rqadigan, kishining haqqidan qo'rqadigan, ammo haloldan tepib shu iqtisod bilan yaxshi to'g'ri ish qiladigan kishilarga desmesimizni bersak, Alloh xolasa shu bergan foydamizni ziyon tassaqmi, foyda tassaqmi, inshaalloh buning foydasini ko'ramiz. Nima uchun bunday deyman? Chunki bir musulmon Alloh yo'lida tijorat qilib ziyon tassa deydi. Ziyon tatqinninki shu ziyonimiz zakat bergandan o'ynadi, sadaqa bergandan o'ynadi, Alloh buning ajrini beradi deydi qarindoshlar. Bak musulmon deganga ziyon tartish degan narsa yo'q. Çünkü bu xatda qarasanglar bir cihat o'xshaydi. Alloh yo'lida bir cihat qilgan odam ölüp kesimi şehit oladi. Hayat qalsa g'oz oladi. Hayat qalsa belki vatanini, davlatini, xalqini qutqizadi. Ölüp kesish deganda jannat kiradi. Oxiratda nurg'unlagan qarindoshlarni nima qiladi? Shafaat qildi qarindoshlar. Iqtisodda bir tijoratchi ziyon qilsa Alloh buningga shu xuddi sadiqinin o'yinida ajri beradi, foyda olsin uchun Alloh unga ajrini beradi. Bergan zakatdan qilgan yaxshiligining ajrini beradi. Shu pulni yuttiraversam hatto shu sadiqinin o'yinida qarindoshlar. Nima degan go'zallik bu islom? Nima degan go'zallik bu din? Nima degan go'zallik qarindoshlar? Shuning uchun imkon bor bu halol tijorat bilan shug'ullanish, halol tijorat qilganlar bilan birlashish, birlik va barobarlik ish qilish intayin muhim qarindoshlar. Biz ticaretni inşallah en yaxshi şekilde, en to'g'ri şekilde qilishga tirishaylik. Chunki biz haromdan topsaqmi Alloh peshonamizni pishgan rizqimizni topamiz. Haromdan topsaqmi shuni topamiz. Shu sababdan imkon bor haloldan topaylik qarindoshlar. Biz buni to'lib ketdik suyumli qarindoshlarimiz. Misol ben vatandagi vaqtimizda amaliyotda vatanda ko'pincha tijoratchilar tabii ki ichkaridan mal keladi. Shanxaydan, Guangzhoudan, Beyjingdan hamma yerdan. Biz bu burun vatanda shu Xitoydan mal kelib sotdik. Nurg'unlagan pul topdik. Atishda biz bilan tijorat qilgan nurg'un xaridorlar, nurg'un tijoratchilar buni obdan biladi. Biz kichkinimizdan tirmishib, nurg'unlagan tijoratlarni qilib, kichikdan taraqqiy qilib, Allohga shukr, obdan iqtisod topgan, iqtisod tiklagan, hatto o'zimizning ota-onasiga ham hech kimga biz muhtoj bo'lmaymiz, hech kimning iqtisodiga tayanmaymiz, o'zimiz kuchimiz bilan topamiz deb qarindoshlarimiz Allohga shukr yaxshi iqtisod topgan edi. Yaxshi ishlarni qilgan edi. Shunda pul tepatgan turib biz Xitoyning bilan sotmaymiz. Xitoyning shirkatlarini boy qilmaymiz. Xitoyning taraqqiy qilishiga to'p qatmaymiz. Biz Xitoyning bilan foydalangandek qilgan bilan amaliyot Xitoy bizdan nechasi foyda oldi ekanda. Turkiyani o'zimizdan qon, din qarindoshlari
Türkiye olan özümüzün söygüsü, muhabbeti, halkımızın Türkiye olan uçağdaki yani. Yaxşı muhabbeti bilen biz Türkiye'nin menelip sataylı. Özümüzün din kan kırılışı iken Türkiye'den mal alıp vatanı sattık kırındaşlar. Teyya payda kılavatkan. Hatta bir günde 40-50 min Xitay pulga, 40-50 min yuan payda elevatkan ticaretimizni. Bazen 10 min köy, bazen 1000 köy payda aldık misal deyli. Şundak ticaretimizi taşlı bitip Xitay'la bilen satmayımız da Türkiye'den mal alıp sattık kırındaşlar. Türkiye'den mal alıp satkan deyken deslepte yani bizde halk tunuğuça, melemize tunuğuça deslepki bir yıl azrak kençilikler oldu. Kim hatta şeytan şunda dedi ki ya sen